Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan EKG interpretatsiyasini ko'rib chiqamiz. Harakatlar ketma-ketligi. Demak, EKG qog'oz sizga tahlilga berilganda birinchi EKG voltaji va yozish tezligini baholash kerak. Mana 10 ta qadam bu yerda keltirilgan. Ikkinchi qadam ritm manbasi va yurak qisqarishlarining regularligini aniqlash kerak. Yurak qisqarishlar sonini, yurak elektrik o'qini, o'tkazuvchanlikni, quvtishchasini baholash, ST segment va tetishchani baholash, quvti intervalini baholash, patologik o'zgarishlar mavjudligini baholash va yakunda xulosa qilish kerak bo'ladi. Mana 10 ta qadam bilan. Demak, biz keyingi videolarimizda har bir qadamni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi EKG voltaji va yozish tezligini baholashdan boshlaymiz. Mana ushbu EKGda demak tezlikka va yozish kalibrovkasi masshtabiga e'tibor beramiz. Mana hozirgi zamonaviy EKG apparatlari bizga o'zi yozib ko'rsatadi. 10 mm millivolt, ya'ni 1 millivolt tok berganda 10 mm ga amplitudalar kuchayadi. Mana ana bu yerda bu to'rt burchakni balandligiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham 10 mm ni tashkil qiladi. Demak, mana bu ikkalasi bir xil. Bundan tashqari tezlikka biz e'tibor beramiz. Mana yozuv 25 mm/sekund, ya'ni 1 sekundda EKG apparatidan 25 mm EKG qog'ozi chiqadi. Va bizda bor 50 mm/sekund, demak 1 sekundda 50 mm qog'oz chiqadi. 50 mm albatta 2 barobar tez hisoblanadi 25 ga nisbatan. Keyingi misollarni ko'ramiz. Mana bu EKG qog'ozda ham mana balandligi 10 mm yoki yozuvda ko'ramiz ana 10 mm millivolt va 25 mm/sekund. Mana bu rasmda ham aniq ko'ringan. Mana 10 mm millivolt, bu yerda 25 mm/sekund. Bundan tashqari ana buni katakchani balandligi mana shu yerdan 4 burchak balandligi shu yergacha 10 mm, eni esa 2,5 mm tashkil qiladi. Ya'ni bu 25 mm. Demak, bizda tezlik va masshtabni aniqlashda ikkita belgi bor. Birinchisi mana 4 burchakka qarab orientir olamiz. Ikkinchisi mana shu 4 burchakni eniga, bu 2,5 mm bo'lsa 25 mm tezlik, balani 10 bo'lsa, demak 10 mm millivolt. Mana bu EKGda ko'rsak, demak bu yerda tezlik 50 mm, birinchi belgisi mana bu bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buni eni 5 mm tashkil qilsa biz 50 mm degan xulosaga kelamiz va yozuvni o'zida bizga aniq qilib qo'yibdi 50 mm/sekund. Yana biz buni amplituda necha kalibrovkada yozilgan 10 mm millivolt va buni balandligi 10 mm tashkil qiladi. Demak, nechida yozilganligini belgisi birinchi mana bu balandligi bu 4 burchakni va bu yerda yozuvga qaraymiz. Tezlikka ham xuddi shunday, buni eniga va mana bu yerda yozilgan tezlikka qaraymiz. Ikkita belgiga qarab biz tezlik va masshtabni aniqlaymiz. Mana bu EKG rasmda mana tezlik 25 mm/sekund, amplitudasi yozish kalibrovkasi 10 mm millivolt. Demak, 4 burchak bu yerda ko'rinmaydi. Sizlar bilan bir necha EKG rasmlarini ko'rib chiqdik. Yakunda shuni aytish kerakki, doimiy 10 mm millivoltda yozamiz. Lekin ba'zan kerak bo'lib qolganda, masalan, tishchalar juda kichkina bo'lib qolganda, uni 2 barobar ko'tarishimiz mumkin, ya'ni 20 mm millivoltga yozishimiz mumkin. Tishchalar katta bo'lib ketganda 2 barobar kichraytirib, ya'ni 10 emas 5 mm millivoltda yozishimiz mumkin. Demak, bu EKG apparatda nastroyka qilinadi. Bu nastroyka qilish bizda oldingi videolarimizda keltirilgan. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.